Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Faxriddin Uzlayev va men Faxriddin. Do'stlar, bugungi videomiz haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tib ketaman. Bugungi videomiz men Minecraftda o'z shaxsiy dachamni qurdim videosi bo'ladi. Bugungi videomiz mana shu sarlavha ostidagi video. Xo'p, videoga tayyor bo'lsanglar, men bugungi videoni boshladim. Xo'p do'stlar, sizlarga hozir men dachani tashqi tarafdan ko'rinishini, tashqaridan ko'rinishini ko'rsataman. Mana shu dachamizni tashqi tarafdan ko'rinishi bo'ladi. Xo'p, mana shu dacha 2 qavatdan iborat va tepasida ko'p joylari shishadan iborat, ya'ni oynadan, qora oyna, yonida esa stadion, futbol o'ynash uchun stadion, polya. Xo'p, stadionga ham baho beringlar do'stlar. Nechi qo'ygan bo'lardinglar? 0 dan 10 gacha baho berib ketinglar dachaga va stadionga. Xo'p, dachaning tashqi tarafi mana shunday. Ichkarisiga kiramiz endi. Ichkarisida esa hovli va o'ng va chap taraflarda gullar bor. Mana gullarni ko'rishingiz mumkin. Ekib qo'yganman va bir burchagida basseyn. Kichkinagina basseyn. Basseyn oldida esa hojatxona, bu yer tualet, ya'ni bu unitaz, bu esa bumaga, bu esa rakvina, qo'l yuvib chiqib ketadigan, qo'l yuvish uchun. Xo'p, mana shu dachamiz bizning. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsak, birinchi kirishimizda mana shunday zal kutib oladi bizni. Bu yerda o'tirib choy ichadigan joy. Xo'p, chap tarafida esa oshxona, kuxnya. Bu yerda ham ovqat tayyorlab, mana shu yerda o'tirib, televizor ko'rib, yeb o'tirish mumkin. Xo'p, o'ng tarafda oddiygina mehmonxona. Bu yerda ham ovqat yeydi, o'tirib, ovqat yeyiladigan joy. Va bu tarafda esa bu yerda o'tirib futbolmi, kinomi ko'rib o'tirsa bo'ladi, ya'ni televizor. Bu dachani real hayotga, ya'ni haqiqiy hayotga moslashtirib qurdim. Ikkinchi qavatga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qavatimizda ham kattakon zal kutib oladi bizni va bu yerda kofe ichib o'tirsa, tabiatni tomosha qiladi. Buning gashti boshqacha. Xo'p, tepalarni daraxtning barglari bilan bezatilgan bu yer va o'ng tarafdagi xona esa bu katta xonamiz. Bu 6 kishilik yotoqxona, 6 divonlari bilan. Bu ham stol, o'tirib choy ichadigan joy. Stol juda. Xo'p, tashqariga chiqadigan bo'lsak, tashqi tarafdan zal yana. Bu esa chiroqlar. Xo'p, bu yerda klipper hazillashdim. Bu yer ham o'tirib ovqatlanadigan bir joy. Bu yerda ham o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Klipper ham ovqatlanmoqda. Xo'p, keyingi tarafga o'tadigan bo'lsak, bu yer esa xona emas, bu yer ham oddiygina o'tirib ovqatlanadigan joy, stullar. Bu dachamizda o'tirib ovqatlanadigan joylar juda ham ko'p. 3 tami 4 ta. Xo'p, tashqariga chiqadigan bo'lsak, tashqari boya ko'rsatib o'tganimdek oddiy hovli. Xo'p do'stlar, hozirroq like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz tezroq 20 mingta bo'lishimiz kerak. 20 mingta bo'lishimiz uchun esa atigi 2 mingtagina obunachi yetishmayapti. 2 mingta, tezroq 2 mingta obunachini urib beringlar bizga. Tezroq 20 mingta bo'lay do'stlar. Xo'p, mana uzun video chiqarishni so'ragandinglar va men uzun video chiqardim Minecraft haqida. Dacha qurib. Xo'p, dachaga boya aytib o'tganimdek kommentariyada o'z fikringizni qoldirib va 0 dan 10 gacha baho berib o'tib ketinglar do'stlar. Iltimos, har bittalarning fikringizni men erinmasdan o'qib chiqaman. Xo'p, mana shu dachamiz va men nima uchun uzun video kam qo'yishimni hozir aytib o'tib ketaman. Men uzun videoni kam qo'yishimning birinchidagi eng muhim sababi bitta va u ham bo'lsa uzun videolarim kam prosmotr to'plashi, kam tomoshalar yig'adi. Deyarli hech kim ko'rmaydi. 6 oy, 5 oyning ichida esa atigi 60 tagana, 50 tagana prosmotr to'playdi. Ya'ni bir oyda ichida 10 taga to'g'ri kelyapti. Har oyda 10 kishi ko'radi. Shorts videolarim esa uzun videolarimga nisbatan ancha katta prosmotr to'playdi. 20 mingdan tortib 300 minggacha
prosmotr to'plagan shortslarim bor. Xo'p, shuning uchun ham men uzun videolarni kam qo'yaman. Kechadan o'tgan kuni 2 kun oldin men o'z kanalimga post joylagandim. Qaysi videodan ko'p qo'yay, ya'ni qaysi shorts videolar qo'yavermasdan uzun video ham qo'yib turaymi degandim. Va ko'pchilik uzun video qo'ying degan fikr bildirilgan, ya'ni uzun video qo'yishim uchun ko'p ovoz to'plangan. Shuning uchun ham uzun video qo'yyapman. Va bundan buyog'iga ham har 15-20 kun ichida bitta uzun video chiqarib turaman. Ya'ni Minecraft haqida bitta uzun video chiqarib turaman va orada shortslar ham. Shuning uchun ham men ya'ni post qo'ygandim, ovoz berish postini. Ko'pchilik uzun video qo'ying degan ovoz bergan uzun video qo'yishim uchun. Va mana uzun video, aksincha bu video uzun ham bo'lmadi. Atigi 6-7 minutlik video. Keyingi videolarga yaxshi ideyalar to'playman. Ya'ni o'rmonlarda 24 soat Moskva, mayli bir 5-6 kun qolaman. Changalzorlarda yana boshqa bu. Qaranglar do'stlar, agar mana shu videomiz 25 ta like to'plasa, men mana shu dachani bu yerda emas, mayli orolda, ya'ni dengiz yoki okean o'rtasidagi orolda quraman. Ya'ni hashamatli orol videosi bo'ladi bu. Va shuning uchun ham hozir like bosib qo'yinglar. U orolda nafaqat dacha, balki o'zining shaxsiy katta basseyni va u yerda juda ham katta bo'lgan hayvonot bog' ham bo'ladi. Basseyn, hamma narsa bo'ladi u yerda. Katta orol yasamayman, ya'ni topaman va o'sha orolni hashamatliroq qilaman. Xo'p, shuning uchun like bosinglar, 25 ta like va men tezroq orol videosiga tayyorgarlik ko'raman. Xo'p, agar mana shu videoim katta prosmotr to'plasa, men stream qilishni ham o'rganyapman va stream qilaman. Ya'ni noldan stream qilishni o'rganib boryapman. Stream qilsam ham streamga ham kirishni albatta unutmanglar. Mana shu videom katta prosmotr to'playdigan umiddaman. Mayli unchalik katta bo'lmasa ham, bo'lmasa 1000 ta, 2000 ta prosmotr to'plasa ham, 30 ta, 40 ta like to'plasa ham men boshim osmonga yetardi. Yomg'ir ham yo'q. Xo'p, qarshi do'stlar, bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Like bosinglar, obuna bo'linglar, tezroq 20 ming ta obunachi bo'lishimiz kerak. Xo'p, dacha sizlarga o'zi yoqdimi? Dachaga o'xshaganmi? O'z fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Va men sizlarning fikringizni albatta o'qib chiqaman va hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad. Like bosinglar, obuna bo'linglar va kommentda o'z fikringizni yozib, dachaga 0 dan 10gacha baho berib ketinglar. Hammaga xayr do'stlar.